Xo'p. Biz Varshavadan yo'lga chiqqanimizga 1 kun bo'ldi, ya'ni 25 kilometr. 25 kilometrdan beri yuryapmiz. To'xtab sumkamizni ko'ryapsizlar. 15 kg. Anchagina og'ir. Hozir bitta uyga kirdik. Ya'ni masofa yetadigan masofamizga 3 kilometr qoldi. Lekin biz borish niyatimiz yo'q edi u yoqqa. Charchagandik, o'shaning uchun bir uyga kirib so'radik. Ya'ni anchagina boy oila ekan. Если что qo'yib yuboraman mantiga. O'zlari ham mana shunaqa har xil davlatlarga o'sha sayohat qilgan mashinasi bor ekan. O'zi shunaqa xususiy mashinalar bor. O'sha mashinasida ko'rdik va kirdik ichiga kirganimizda. Amaki yo'q dedi. Yoshi ancha katta ekan. Tushunsa bo'ladi. Agar bizani o'zbek dodalarimiz bo'lganda menimcha choy ham olib chiqib berishardi. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz choyxonada yo boshqa joyda uxlashingiz mumkin. Lekin bu yerda unaqa emas. Hamma bir-biridan qo'rqadi yoki boshqa narsa. Birinchi kunimiz bugun 3 kilometrda yetib boramiz. Polshadan Portugaliyagacha piyoda safarimiz 2-kuni. Chodirimiz. Mana qaranglar. Qanaqa ho'lligini. Kechqurun yotibman, tegimda toshlar yotibdi. Shu orqalar shunaqa botib ketib qoldi. Bilmayman necha gradus sovuq bo'ldi. 100 gradus sovuq bo'ldimi bilmayman. Shunchalik sovqatdim. Qaltirab chiqdi onam kechasi bilan. O'rmondamiz. Ishoninglar, agar biz yetib boradigan bo'lsak, bu narsa juda ham bir katta shov-shuv bo'lib ketishi kerak. Chunki hali bu ish hech kim qilmagan. Yarmiga ham bormagan. Bitta davlatda ham kezib o'tmagan. Bizning keyingi davlatimiz Slovakiya bo'ladi. Ya'ni ikkita o'zbeklarni. Ana yerda mushular yuribdi. O'z o'tda polskiy cho'chqalar bor, yovvoyi cho'chqalar bor. Odamlar o'qigan ham kelishadi. Bilmayman, men uni xatarli joyda yotibmiz. Endi baribir ancha-muncha kontentdan ancha qiziq bo'lyapti deb o'ylayman. Har kimning o'zini nenasi bor. Adlan ichida uxlayapti. Bilmayman qanaqa uxlayotgan tushunmayman. Safarimiz 2-kunni ham davom ettiryapmiz. Sizlarga bir qiziq narsani aytib beraman. Zapravkaga to'xtab, ya'ni gaz shoxobchasiga to'xtab, yo'limizdan chiqib qolgan edi. Suv olgani kirgandik. Bir polyak bratan mana shuncha narsani olib berib yubordi. Endi bilmayman, so'mga 50 ming bo'ladimi, 60 ming bo'ladimi? Polshadan Portugaliyaga piyoda ketayotganimizni eshitib, "Bolalar, davay gazini bosinglar. Hali bu narsani hech kim qilmagan." deb mana shuncha narsani olib berib yubordi. Yana suv ham, boshqa narsalar ham olib bermoqchi edi. Insof qildik. O'zi ham ancha boy brat ekan. Mercedes 222 larda kelgan ekan. Bolalar to'xtamanglar, oxirigacha boringlar deb poddershka qildi, chunki hali Yevropadan hech kim bormagan. Даже insoniyat zotida hech kim bormagan Varshavadan Portugaliyagacha. Sizlar Polshadan o'zidan, Polshani Varshavadan oxirigacha borsanglar ham katta gap deyapti. Inshaalloh biz u ishni qilamiz. Qo'llab tursanglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yo'limizdan davom etamiz biz. 2-kun mana shunaqa yo'llarda ham yurishimizga to'g'ri keladi. Mashina yo'llarda. Yo'lning naryo tarafida ham, bu yoq tarafida ham hech qanaqa piyodalar uchun yo'l yo'q. Shuning uchun mana shunaqa joylardan yuramiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Kechki paytga keladigan bo'lsa, kechki payt qanaqa qilib yuramiz? Kechki payt ustimizga jiletka olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qizil, yashil yonib turadigan.
O'shanda mashinalar bizdan tayqaydi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, politsiyalar jarima solishi mumkin. Daj deportatsiya qilishi ham mumkin. Shuning uchun hamma joyda o'zini qonuni bor. Qonuniga bo'ysunish kerak. Hop, biz ham ovqatlangani to'xtadik. Lekin afsuski yopiq ekan. Shuning uchun dam olib o'tiramiz. Yo'l juda ham og'ir bo'lyapti. Kecha chodir to'shab ko'chada yotganmiz, o'rmonda. Yerda yotdik, chodir to'shab. Juda ham bir sovuq ekan. O'sha yotgan o'rmonimizda yovvoyi cho'chqalar, boshqa narsalar bor. Atak qilish imkon, anaqasi bor. Xavfi bor. O'zimiz bilan gaz olganmiz, ko'zga sepadigan hayvonlarga, odamlarga. Xudo xolisa yana bizada Polshadan chiqib ketishimiz uchun taxminan 25-24 kun bor. Bizani kuzatishda davom etinglar, tez video chiqarib turaman.